Papillomani yo'qotolmasdan qiynalib ketdingizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizlarga zo'r gel topib qo'ydim. Bu gelimiz antipapillom bo'ladi. Papilloma chiqqan joyimizni tozalab yuvib olamiz va papillomani yon qismiga, terimizga vazelin yoki zashni kremlar surtib olamiz. Bu gelimizni ishlatishdan oldin juda ham hushyor bo'lamiz. Teriga tegib kelsa, kuydirib qo'yishi mumkin. Bu gelimizni papillomaga surtilgandan so'ng 1-2 soatdan keyin yuvib tashlaymiz va natijasi juda ham zo'r bo'ladi. Bu gelimizni yosh bolalarga qo'llash mumkin emas. Shifokor bilan maslahatlashgan holda qo'llash tavsiya etiladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yamiz.